Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar, yaxshimisizlar, charchayapsizlarmi? Xo'p, kech bo'lishiga qaramasdan video darsini olishga qaror qildim. Men o'zim ko'rmayman. Bu hozircha kerak emas, o'shaning uchun o'zim xudo xolasa sizlarga mana shu OT darsligini sizlarga o'tib berishga qaror qildim. Xo'p, videoni xudo xolasa boshidan oxirigacha ko'rsanglar, o'zingizlarga foydali bo'ladi. Va videoni cho'zmasdan videoni boshlashga qaror qildim. Xo'p, bugungi mavzuyimiz OT, ya'ni Optimal Trade Entry. Buni yozib olamiz. Optimal Trade Entry. Ya'ni Optimal Trade Entry. Ya'ni bu nima deydigan bo'lsanglar, OT ya'ni shu 3 ta so'zdan bosh harfi olingan so'z bo'lib chiqadi. Optimal trade bu nima desanglar, ya'ni misol uchun bizda hozir deylik Fibonacci'da ganni bor, o'zingizlar ham bilasizlar, ganni. Deylik buni misol uchun mana bo'lmas, nazorat. Bunisini o'chirib qo'ydik. Mana misol uchun bu deylik premium discount. Endi premium discount ya'ni bu mana misol uchun mana shu maksimum va minimum bor. Siz maksimum minimumdan tortib o'sha gannani, mana sizlarga ko'rsam, gannani mazmunini sirasi tushuntiraman. Maksimumdan minimumga tortsanglar, bu discount, bu premium bo'ladi. Ya'ni sizlar premium zonadan sell zona qidirasizlar. Discount zonada sizlar buyga ishlashga harakat qilishinglar kerak, lekin sellga emas. Sellga ishlamoqchi bo'lsanglar, sell zonani har doim premium zonani topishinglar kerak bo'ladi. O'sha, ya'ni sizlarga ikkita zonani ajratib beryapti. Sizlar pastdan sell kirib qo'ymasligingiz uchun teparoqdan Fibonacci sizlarga zona ajratib beradi. Endi buni ko'radigan bo'lsak, mana misol uchun endi mana ko'rasizlar 0.5 o'rin, to'g'rimi? OT nima qiladi? Sizlarga mana OT ni tortadigan bo'lsanglar, mana sizlarga eng optimalli zonani topib beradi. Ya'ni juda ham o'rin yuqori bo'lgan zonani Fibonacci sizlarga aniqlab beradi. Ya'ni sizlarga premium discount ham kerak emas, sizlarga OT ni o'zi bemalol shunday sizlarga yetadi. Ya'ni OT sizlarga bundoq qiladigan bo'lsak, bularni shuni o'chirib turamiz, bularni. Mana OT sizlarga o'zi eng optimalli zonani topib beradi. Premium discount tortish shart emas, teparoqdan kiraman deyish shart emas. OT ni o'zi sizlarga bemalol yaxshi tasdiq bera oladi, ya'ni entry zona uchun. Xo'p, OT qanaqa bo'ladi, nima o'rinlar va qayerdan qayergacha tortiladi deydigan bo'lsanglar, buni bitta ko'rsatib o'taman. Mana OT ni ko'radigan bo'lsak, mana misol uchun biz nima qildik? Misol uchun biz maksimumdan minimumga qarab tortdik va biz ko'ramizki o'rinlarni, mana o'rinlarni ko'ra olishingiz mumkin. 0.79, 0.705 va 0.62. Mana shu 3 ta zona. Mana shu 3 ta narx bizga sell zona va buy zonani ajratib beradi. Eng optimalli zonalardan bittalari. Mana buni nastroykasi, o'zingiz ham videoni shunday to'xtatib, nastroykasini screenshot olib, o'zingizlar bilan birga qilsanglar bo'ladi. Demoqchi bo'lganim shu. Endi qaranglar, mana misol uchun sizlar Fibonacci tortinglar va o'sha zonani belgiladinglar. Mana misol uchun mana shu zonada OT sizlarga mana shu zonani chiqarib beryapti. Sell zona deb turib. Tushunasizlar? Ya'ni sell zona deb chiqarib beryapti. Sizlar o'sha kelganda zelka ochinglar bo'ladi yoki ko'pincha OT zonasida ko'pincha chap tarafda IFVG bo'ladi, imbalans bo'ladi, blok bo'ladi va shunga o'xshash K-levellar bo'ladi. O'sha K-level ko'pincha OT zonasi bilan to'g'ri keladi. Biz agar OT zona katta olib ketadigan bo'lsa, OT ni ichidagi K-leveldan, ya'ni entry zonadan kirsak bo'ladi. Mana endi OT qanaqa tortiladi desanglar, mana misol uchun tilida ko'rishimiz mumkinki, trendga qarab tortiladi, bu birinchisi. Ikkinchisi, biz maksimumdan minimumga qarab tortishimiz kerak bo'ladi Fibonacci'ni trend bo'ylab va maksimum minimumga qarab. Mana misol uchun biz Optimal Trade Entry, ya'ni OT ni biz qayerdan qayergacha, ya'ni boya o'sha aytganimdek, maksimumdan minimumga qarab tortishimiz kerak bo'ladi. Mana misol uchun mana bu yerdagi maksimum, buni o'chirib turamiz. Mana bu yerdagi maksimum va minimumga qarab tortadigan bo'lsak, bozor shunday chiqdi-dek tushib ketdi. Keyin buni pastroqqa ko'chiradigan bo'lsak, baribir bozor yetmasdan tushib ketdi, to'g'rimi? Endi keyin biz yana maksimumdan minimumga qarab tortamiz. Mana, ya'ni pastga tushgandan keyin mana maksimumdan
va minimumga qarab tortadigan bo'lsak, mana shu bizga o'rtaga zona bo'lib beryapti, to'g'rimi? Ya'ni optimal trade zona bo'lib beryapti. Va bozor keyinchalik ko'tarilyapti-da, o'sha o'rtaga zonasidan bitta selda yaxshigina bozor reaksiya berib ketdi, to'g'rimi? Mana yaxshigina reaksiya berdi. Endi va keyin nima bo'ldi? Keyin ko'rishimiz mumkinki, bozor yana bizda maksimum va minimum yasab berdi. Va biz nima qilamiz? Yana trendga qarab, trend selligini bilib turib, selda ya'ni maksimumdan minimumga qarab tortamiz va qaranglar. Bizga bozor o'rtaga zonasini yana chiqarib beryapti. Mana ko'rishingiz mumkin, mana chiqarib beryapti, to'g'rimi? Bozor o'shatdan, ya'ni bozor o'sha yerga kirdi va o'sha yerdan reaksiya berdi selga qarab. Mana ko'rishingiz mumkin, necha pips yurib berganini. Pastiga mana 250 pips yurib beribdi. Pastiga sell side liquidity ham bozor olgan. Mana sell side liquidity olgan bozor. Sell side bizani maksimal take profitimiz degan taqdirimizda ham bozor o'rtaga zonasidan sell side'ga qarab reaksiya berib ketdi. Endi bu o'tini men aynan shaxsan o'zim qanaqa holatda va ko'pincha nima holatlarda ishlataman. Endi buni ko'rishimiz mumkin. Mana misol uchun bizda poi zona bor, ya'ni entry zona. Entry zona bor, deylik, FVG bor 1 soatlik time frame'da. Keyin narx o'sha FVG 2 otdi. Birinchi mamlakatga yozib qo'yamiz. Deylik FVG FVG mana yozib qo'ydik, to'g'rimi? Endi qaranglar. Mana misol uchun bozor 2 otdi tushyapti. Bu M3 time frame'dagi yoki M1 time frame'dagi yurish hisoblanadi, qizildagi. Tushunyapsizlar? Bu katta time frame'da 1 soatlik, 2 soatlikdagi FVG ni belgilaganman. Bu yurish, men hozir yurish M3 da yoki M1 da. Bozor tushyapti. Atkat, yana impuls. Keyin bizda ya'ni K levelga kirgandan keyin bizda nima bor? Bizda mana bu yerda MSS bor, ya'ni MSS bozori tasdiq olishi desa ham bo'ladi, M1 time frame'da yoki M3 kichkina time frame'da, ya'ni low time frame'da desa ham bo'ladi. Mana qaranglar, ya'ni bu yerda MSS bo'ladi deylik. Misol uchun MSS bo'ladi va MSS bo'ldi va bozor chiqib turib MSS qildi, to'g'rimi? Mana bozor MSS qildi. Keyin narx mana shu joyda, ya'ni turdi. Mana shu joyda turibdi, to'g'rimi? Sizlarni zonalardan MSS qildi, ya'ni buyga tasdiq berdi va ketdi bozor. Keyin sizlar nima qilasizlar? Sizlar men nima qilaman? Ko'pincha pastdan, ya'ni o'sha M1 dagi minimumdan maksimumga qarab tortaman. M1 dagi va bizga Fibonacci OTI zonasini topib beryapti. Mana ko'rishingiz mumkin. OTI zonasini bizga belgilab beryapti bozor. Buy uchun. Endi bu Fibonacci o'chirib tashlaymiz, zonasini chunki o'zi belgilab oldik. Mana ya'ni MSS bo'lgandan keyin bu zona order blockga ham ko'pincha to'g'ri keladi, FVG ga ham to'g'ri keladi. O'sha OTI zona va o'sha yerdan biz buyga qarab harakat qilishimiz mumkin bo'ladi. Shaxsan o'zim shu ssenariy juda ham ko'p ishlataman mana. Ya'ni minimumdan maksimumga qarab M1 da o'rta zona, o'sha yerdan buyga qarab xudo xolisa harakat qilsak bo'ladi. Maksimumdan minimumga, minimumdan maksimumga trendga qarab shunaqa qilib tortaverasizlar. Xudo xolisa mana nastroykalari ko'ra olishingiz mumkin. Hammaga omad o'rtoqlar. Xo'p, yana darslar tushunmaydigan bo'lsanglar, mendan so'rasanglar bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib olib, Gold Capital Telegram kanalimiz, ko'rib o'tasanglar bo'ladi. Savolinglar bo'lsa yozib qoldirasizlar. Instagram sahifamda xudo xolisa hammaga foydali ma'lumotlar berib boraman. Hammaga omad o'rtoqlar, charchamanglar, sog' bo'linglar.